hadeb karada yoki kranda yuk ortadigan akalarimizga zo'r yechim qilib berganmiz. E'tiboringlar markazida Shinera T30 modeli. Akam keldilar. Men ko'p bazalarga boraman dedilar. Yukimni karada ortaman, kranda ortaman dedilar. Men tezroq bu ishimni bitirib chiqib ketishim kerak dedilar. Biz akamga juda zo'r yechim qilib berganmiz. Tent xizmatini qilib berganmiz. Yoni ochiladi, profillari ham syomniy bo'ladi. Bemalol buni yig'ib, kranda yuklarini ortib, keyin yopib ketursalar ham bo'ladi. Bundan tashqari kranda yuk ortishlari uchun tomini ham yig'iladigan qilib berganmiz. Bemalol yig'ib turib, krandan yuklarini tushirib, yana joyiga to'g'rilab qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Ko'rib turganinglar, mashinamizning 3 tomonidan ham vxod bor. Xohlasangiz yon tomondan ortasiz, xohlasangiz tomidan yuk ortasiz, xohlasangiz orqa tomonidan yukingizni bemalol ortsangiz bo'ladi. Ichki qismi faner obshivka bo'lgan, poliga baquvvat bo'lish uchun finskiy faner qo'yib berganmiz. Освещенияларni ham qo'yib berganmiz. Agarda sizlar ham mana shunaqa kranda yoki karada yuk ortishda nima yechim qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, videoni zametkaga olib qo'yasizlar, qayerga murojaat qilish kerakligini o'zingizlar yaxshi bilasizlar.